Doktor, hali turmushga chiqmaganman. Yaqinda to'yim. Jinsiy aloqada qizlik olinganda og'riqli bo'ladimi deb savol yo'llashibdi. Ko'pchilik og'riqli bo'ladi deb yozib qoldirgan. Xo'p, qarang. Oddiy tushuntiraman. Qisqa balonda bo'ladi bu roligimiz, lekin sizlarga foydali bo'ladi. Jinsiy aloqada, ya'ni birinchi kechada qizlik olingan payti ko'pchilikda og'riq bo'ladi deb yozib qoldirishgan. Lekin bu og'riqli bo'lmasligi ham, даже og'riqni bilmasligingiz ham mumkin. Endi nimaga og'riqli bo'ladi? Shuni birinchi tushuntirib o'tib ketaman. Nimaga og'riqli bo'ladi? Ko'pchiliklarda nimaga og'riqli bo'lgan? Ularda hamma narsa shoshilingan, shoshilinch holatida bo'lgan. Ko'pchilikning shunaqa. Chimildiqqa kiradi, bo'ldi dedi, bizani kutib turishibdi, biza isbotni olib chiqishimiz kerak dedi. Yaponiya bayrog'ini olib chiqishimiz kerak dedi. Darrov bu ishga kirishib ketishadi-da, hech nimaga qaramaydi, kirgizadi, 3 marta qon chiqadi, olib chiqadi, bo'ldi. U og'riqli bo'ladi-da, u erkakka emas, qizga og'riqli bo'ladi bu holatda. Lekin unga qistanish kerak emas. Ya'ni shoshilmang hech qayerga. Shoshilsangiz og'riqli bo'ladi. Sababi u yerda quruq, kelin qo'rqib turibdi o'zi ham, chimildiqqa kirishdan oldin ham uni yangilari ham, dugonalari ham, boshqa ham qo'rqizishgan hammasi. Siz ham kelasizda, bo'l darrov yot deysizda, ishni bajarasiz. Og'riqli bo'ladi-da shunda. Buni og'riqli bo'lmaslik yo'llari bor. Birinchi navbatda smaska bor, lubrikant bor. Shundan foydalaning. Eng birinchisi nima bilasizmi? Ayolingizni chimildiqda tayyorlang jinsiy aloqaga. U birinchi marta jinsiy aloqa qilyapti umrida. Birinchi marta sizni ko'ryapti, birinchi marta asbobingizni ko'ryapti. Shuning uchun u qo'rqadi-da birinchi marta ko'rayotgandan keyin shu narsalarni. Shuning uchun shoshilmang hech qayerga. Kamida yarim soat, 40 daqiqa ayolingizni tayyorlang. Preludiya bor, ya'ni erogen zonalari bor ayolingizni. Mana shu joylarga ko'proq teging. Bo'yinning orqasi, quloq orqasi, ko'krak ujlari, kindik atrofi, klitor, dumbalari, satanlari, oyoqlari, mana shu joylar erogen zonalar hisoblanadi. Shoshilmasdan, chin ko'ngildan, hech qayerga shoshilmang. Shoshilmasdan mayin harakatlari bilan qiling. Shunda ayolingiz o'zini bo'sh qo'yadi, qo'rquv ham kamayadi. Podдержка qiling ayolingizni. Qo'rqma, og'riqli bo'lmaydi, sen qo'rqma deb uni podдержка qilib gaplar bilan hammasi zo'r o'tadi, butun umr esimizda qoladi, hammasi cho'tka bo'ladi deb uni podдержка qiling. Qarang, yarim soat 40 daqiqa preludiya bo'ldi, o'pish erkalashlar bo'ldi. Endi aloqa qilmoqchisiz. Aloqa qilishda oldin ko'ring, bak qo'lingiz bilan tegsiz, shalab bo'lib turgan bo'lsa aloqa qilavering. Agar quruq bo'lib yotgan bo'lsa shoshilmang. Lubrikantlar bor. Vodniy osnova, lubrikant yuboring, smaska bor. Yuborasiz o'zingiznikiga, unga ham. Ya'ni smaska bo'ladi, namlaysiz. Mana tuprik bilan emas, ko'p odam tuprik davay namlaydi deydi. Yo'q, bu bilan emas. Lubrikant bilan namlaysiz, keyin ana asta shoshilmasdan aloqa qilasiz. Shunda og'riq bo'lmaydi. Shunda hech qo'rquv, boshqa narsa bo'lmaydi. Ko'pchilik erkaklar boya aytganimdek, kel darrov ishni bajaramiz, Yaponiya bayrog'ini olib chiqishimiz kerak deb tezlashadi. Mana shu holatlarda juda ko'p yoshlar yonimga kelishadi vaginizm bilan. Vaginizm bilan kelishadi. Vaginizm bu mana shu birinchi kechada kelin deya yangi ham hech nimani tushuntirmagan, kuyov ham hech nimani bilmaydi, shoshilishadi-da, ishni bajarishmoqchi bo'lishadi, tamom xato joyga itaradi va og'riq bo'ladi kelinda. O'zi u qo'rqib turibdi, og'riqni kutib turibdi, og'riqli bo'ladi hozir deb. Siz ham xato joyga itarasizda, og'riqni berasiz, ana keyin tamom qo'rquv lop etib yonadi miyasida, lampochka yongandek. Sizni itarib yuboradi. Bo'ldi, tamom, yetib keldingiz. Ayolingizda siz vaginizm kasalligini sovg'a qildingiz birinchi kechada ayolingizga. Ayolingiz vaginizm kasalligi bo'lib qoldi. Qo'rqadi. Siz uni urasizmi, boshqa qilasizmi, foydasi yo'q. Tamom qisib qoladi o'zini. Mushaklari qisib qoladi. Keyin aloqa qilish qiyin bo'lib qoladi. Juda ko'p oilalar kelishadi. Oilalar yonimga kelishadi. Dugonam qo'rqizdi, og'riqli bo'ladi deb aytdi, yenge qo'rqizdi, kuyov ham shoshib aloqa qilmoqchi bo'ldi, qo'rqib qoldim, og'riqli bo'ldi. Hozir kirsa yirtilib ketadi, qonab ketadi, o'lib qolaman degan fikrlarga ham kelishadi. Bu kasallik. Albatta mana shu qo'rquvdan kelib chiqqan kasallik hisoblanadi. Bu holatda davolasa bo'ladi. Juda ko'p bemorlarimiz bor. Yillab yurgan bemorlarimiz bor mana shu vaginizm bilan. Yillab 6 yil, 5 yil, 10 yillab yurganlari bor. Aloqa qilisha olmay yur. Albatta buni to'g'ri shifokorga davolatsangiz davosi bor. Albatta buni biz davolaymiz. Seksopatolog davolaydi. Juda ko'p bemorlarimiz yaxshi bo'lib ketishgan. Eng ko'p aloqa qilmagan 6 yillik bemorlarimiz bor. Mana shular yaxshi bo'lishdi. Qolganlari 3 yil, 2 yil, 1 yil, 4 oy, 6 oy, 3 yil. Mana shu bemorlarimiz ham yaxshi bo'lib ketishgan.
1 oy, maksimum 1 oy ichida yaxshi bo'lib ketishadi, xudo xolasa. Albatta, men aytgan hamma narsani qilishsa zo'r bo'lib ketishadi. Buning uchun ko'rgimga kelishlari kerak bo'ladi. Agar sizda yoki tanishingizda shunaqa holat bo'lib turgan bo'lsa, aloqa qila olmay turgan bo'lsalar, bu vagirizm bo'lishi mumkin. Albatta, mana shu videoni ularga yuborib qo'ying. Buni davosi bor. Konkretni davosi bor. 100% kerak bo'lsa davolasa bo'ladi. Faqat bunga er-xotin ishonishi kerak va men aytgan hamma narsani qilish kerak bo'ladi. Shundagina bundan qutulishadi bu muammolar. Menimcha bugungi ma'lumotlarimiz ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosish, kommentariyaga fikr yozish va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Aytgancha onlayn konsultatsiyamiz ham bor bizada. Onlayn konsultatsiya uchun operatorim bor. Mana nomerlarni qoldiramiz. Telegramdan onlayn konsultatsiya deb yozib qoldirishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog'likda ko'rishguncha.